Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Tak kech yopib qo'ygan mashinamiz tayyor bo'lgan. Oldi sideni mana bu joyi restavratsiya qilib bering deyishdi. Polностью aniq qilib ketgan, yirtilib ketgan edi. Ichidan kliylab, qalin nasatga qo'yib yopishtirib berdik. Poli yuvildi. Apishib kelib bir ahvol edi. Mana bu vashi qop-qora edi. Hozir mana заводской приятный bo'lib turibdi. Sidenining tagida suv to'kilib ketgan ekan, gubkalarini ham quritdi, yuvildi, gilam yuvildi, pol yuvib tushirildi. Iloji boricha заводской qilib chiqarildi. Sideniyalar chiqildi, olib tashalgan. Sideniya полностью splashnoy yuvildi. Mana bu yerda to'kilib ketgan ekan suv. Qo'ldan kelgancha idealniy qilib заводской qilib chiqarib berildi. Xizmatli bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Всем удачи.